O'zbek shou-biznesi olamida yomon xabar tarqaldi. Afsuski, og'ir judolik. Taniqli xonanda vafot etganligi aytilmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa Instagram ijtimoiy tarmog'ida xonanda Jasur Umirovning vafot etganligi haqidagi xabarlar tarqalmoqda hamda ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Bu haqda uning yaqin do'stlaridan biri, hamkasbi Sardor Mamadaliyev ham ma'lum qilgan. Joying jannatlardan bo'lsin, yaxshi odam edi deya yozib qoldirgan u o'zining ijtimoiy tarmoqdagi Instagram sahifasiga post joylab. Jasur Umirov o'zining lirik va raqsli kompozitsiyalari bilan mashhur bo'lgan o'zbek estradasining eng yorqin xonandalaridan biri hisoblanadi. Xonanda 1986-yili 30-mart sanasida O'zbekistonning Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Kattako'rpa qishloqchasida tug'ilgan. Onasi uy bekasi va otasi muvaffaqiyatli tadbirkor oilasida tug'ilgan. Jasur otasining yo'lini tanlamaydi, u rassomlik yo'lini tanlaydi hamda xonandalik bilan shug'ullanadi. Jasur Umirovning bir qancha qo'shiqlari xit darajasiga ko'tarilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda esa yaqindagina Jasur Umirovning qiz farzandli bo'lgani haqidagi xushxabarlar tarqalgan edi hamda ko'pchilik qizi bilan birga tushgan foto surat ostida unga sihat salomatlik tilab yozgan. Ijtimoiy tarmoqlarda yozilgan Jasur Umirovning vafot etganligi haqidagi xabarlarda uning kuzatuvchilari hamda muxlislari ushbu xabar yolg'on desa yana kimlardir ushbu xabar haqiqatga yaqinligini, chunki Jasur Umirovning salomatligida jiddiy o'zgarishlar bo'lganligini aytib o'tmoqda. Bu xabar qanchalik rost yoki yolg'on bizda hozircha aniq ma'lumotlar mavjud emas. Rasmiy manbalar Jasur Umirovning vafot etganligi haqidagi xabarni tasdiqlamagan. Shunchaki Sardor Mamadaliyevning o'zi ommaga oshkor qilgan.